Assalomualaykum. Biz kuzatgan podpischilarimiz mana Aysha xonimga bitta xonadonning o'ziga ikkita pechkamizdan o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa mana bu birinchisi kutgan holati. Xudo xolasa mana old taraf bo'ladi bu mana. Endi ostlar yo'q. Orqa tarafdan ko'rsatib ketamiz. Bu mana orqa tarafi. Kutgan holati. Kutgan holati ana g'ishlariga ham, urishlariga e'tibor beraverasiz. Chiroyli holatda qilamiz. Ikkinchisi mana. Ikkinchisi mana. Ikkinchisi putelik bo'ldi, dog'larda asfalt ishlari. Bu ham bir xilda. Bir xilda qilib. G'ishlari ham, pechkalari ham bir xil. Qalinliklari ham. Bu orqa tarafı. Ustalarimiz mehnatda. Kimga shunaqa sifatli pechkalar kerak bo'lsa, o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, yozilgan nomerlarga aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston barcha viloyatiga dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Assalomu alaykum aka. Sizsiz? Aka pechkalarni o'rnatish beribdi mana ustalarimiz. Ustalarga gap yo'q. Sifatlari yaxshi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa sifatiga gap yo'q ekan. Bir ikkitasidan so'rab, o'rganib, qarasa hamma zo'r ishlayapti ekan. 5 lik qalinlikda qilib berishdi. Narx-navolar rosa zo'r ekan. Mana shu qanday gapirgan bo'lsa, shu holatda narx-navo kelar ekan. Pechkaga o'ta gap yo'q ekan. Xudo xolasa isitishi boshqasi ko'pchilikdan so'rasam, maqtod men ham qo'ydim, bitta emas ikkita qo'ydim xudo xolasa. Allohga xudo xolasa. Ikkosi ham chiroyli chiqdi. Ustalarga gap yo'q, ustalar zo'r ekan. Ishonchli ekan aka pechkalarimiz. Ishonchli ekan. Hali videoda boshqa, borganingizda boshqa narxlar hamma yo'q. Internetda qanday bo'lsa, shunday kel. Bo'lgan ishlar teksak ham mana ko'ryapsizlar. Nihoyatda chiroyli o'rnatib berdi. Sizdan ishtima ketmadi aka, hamma yo'g'ini olib kelib o'rnatib berishyapti. Hamma yo'g'ini olib kelib, shu aytganlar qanaqa bo'lsa, shu narxda o'rnatib berdi. Kam ko'p so'madi. Tavsiya qilasizmi aka qolganlarga? Hammaga qo'yinglar, maza qilib yaqinglar. Kishi bilan qiynalmaysizlar aka. Xudo xolasa aka, yaxshi kunlarga ishlating aka. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Biz dasturga obunachilarimiz mana klientimiz uyiga pechkalardan qo'yib beryapmiz. Usta, bu necha yillik qalinliklari buni? Pechkamizni. Bu hozirgi o'rnatayotgan pechkamizning qalinligi 5 lik. 5 lik. 5 lik nima sababdan? Hammasi tomigacha 5 lik. Eng qalin lista bo'lgani bu. Nima sababdan 5 lik qilishadi? Ustachilardan bir aytib bersangiz. Endi sababi bu ko'proq hali ko'mir yoqqan. Ko'mirni issig'lik o'ta baland bo'ladi. Mijozlarning xohishiga qarab bu kuyib ketmaydi qalinligi uchun. Uzoq xizmat qiladi. Xizmati ham uzoq bo'ladi, xudo xolasa. Juda uzoq bo'ladi. Mana xudo xolasa shu uyga ikkita yil qo'yishyapti ekan. Bu endi puterib qoldi-da, usta. Puterib qoldi, bittasini ayxonada bitgan. Endi gazga ishlatmoqchi bo'lganlarda 4 lik lista ham bo'la oladi. U rosa xizmat qiladi u ham. Endi bu o'tin ko'mir hamma narsa yoqqani uchun qalinidan qo'yib bering dedi. Shu 5 lik, hamma yo'g'i 5 lik. Hozir orqa tarafini ham ko'rsatamiz sizlarga. Mana orqa tarafimiz. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqyapti. Ustaning nomerlarini ham mana o'zimizda xudo xolasa. Assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Bu haligi tutgan variantda bitta xonadonga ikkita bo'ldi-yu pechkami. Ikkita bo'lyapti. Bu birinchi tutgani. O'ta chiroyli chiqibdi. Bu qo'yib ketyapsiz-ku tumonlar dimoxod. U nima sababdan u nimaga xizmat qiladi? Tushuntirib bersangiz. Dimoxod bu vaqtida kerak bo'lganda ochadi. Bu o'timiz shunday chiqadi, to'g'ri chiqib ketmaydi. Mana bitta burildi. Bo'lmaydi, mana azbiz tushgan. Azbizlik o't yoqqa ulanadi. Buni ochib vaqtida tozalagani bo'rini. Tozalashga ham qulay bo'ladi, usta. Tozalashga o'ta qulay. Ha, o't yomg'ir chiqib ketmaydi. Hani terlashlik bo'lmaydi, suv oqish. Shunga qo'yib beramiz, mana ochib atrofini tozalab turaveradi, mo'lay yechiladi. Mana tozalash varianti. Ularni ham yechib, mana mo'lay yechganda, mana bemalol bilan ikkalasi ko'rishadi. Shu tozalashlik uchun yana tozalab
klientlarimiz so'rayapti, usta tez to'lib qolmaydimi degan hani savollar ham bo'lyapti-da, shunga. Yo'q, tez to'lmaydi. Xudo xolasa, gazga bo'lsa 1 yilda bir marta tozalaydi. Agar o'tin ko'mir yaxshi, bir oyda bir ko'rsatgandek onadi, yechadi. Orali tozalaydi, menga tog'orachi qo'yib oladi. Top-toza bo'ladi. Pechkani o'zi tozalaydigan joylari bor. Tez ko'mir yaxshi, tozalab tursa, xudo xolasa o'ta qish bilan bas haqida issiqda o'tiradi. O mo'llarimiz ham tozalash o'ta oson. Mashina ochadi. Xolasa hozir tuylab tortadigan plisovka ketgan. Bu yerda o'zi sim tushirib tozalab olsa ham bo'ladi. Oson qulay. Kimga xudo xolasa shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, yozilgan nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Mana shu ustamiz bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib mana qilib beradi hammaga. Hamma narsani o'zimiz olib borib, o'rnatib beramiz. Xudo xolasa, usta. Xudo xolasa.